Onani deb boshlamadimi? Ko'ramizda. Извините. Hammasi poliki, mani isqid ahvolda chiqarib. Qilgan ishga qaranglar bular. Bizaga qarang, yag'ir sizdan battar biza o'g'il bachcha. Yag'ir ekan. Krossovkalaringiz men avtomdan toza. Eshitdi polikda ilishni yo'qmi? Chiqadimi o'zi? Yo, yo'q-da, men polikdagi narsa yashintiradigan odamman. Nima bo'ldi? Nos pos bo'lsa demoqchi. Oshing halol bo'lsa ko'chada, nos uyda turibdi. Nos uyda turibdi. Bo'lmay qiz bolam o'shin kavlab o'tiribdilar. Xuddi bu ishtoning kavlab. Bagaj o'tirdi. Yozinglar biron narsa. Ketdimmi? Откройте багаж, пожалуйста. Mayda bo'lsa огнюшtil aptechkasi bo'lam. Bu. Oh, ser quyosh xo'rolkan. Ser quyosh aytmanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani sizdan pul chiqadi va shuncha reklama olasiz, qo'yga ketadi pullarni. Огнюшtil aptechka ichish faqat aptechka narsalarmi? Ha, aptechka narsalar. Olay. Qizig'i oshxonada ishlatirgan ko'pga. Men jiyanim mo'l. Davon ko'pga yo'qdimi? Men o'zim bilmayman mashinada nima borligini. Bu mashina bitta men haydayman. Bu adashib tushib qolgan. Reklamani nima? Reklama bepul qilinmi? Ha, bepul qilasiz. Reklama bu? Nima bo'ladi? Shuni ustida video qancha chiqib ketdi? Mana ishlab. Kim sotgan mana buni? Qo'ling sizga. Erta mashin biron narsa bo'lsa agar men qanday огнетушитель ishlataman-da, bu tinni. Где ваши глаза, дорогие люди? Ayol kishi deb ko'ribsizlar, nima qilyaptilar? Nima uchun buni yuvish kerak emas? Bir yilda bir marta yuviladi. Qiladigan bo'ldi shunday. Manmi? Manmi? Ha, siz. Shunday qilamanmi? O'zbek sotimda bitta shu bu. Joyda. Yo, mana lattacham bu. Men mashina ikkita. To'g'rimi qizlar? Kalla ishlasa mashina ikkita bo'ladi. Yana ham ikkita bo'lishi kerak. Xotin ikkita bo'lishi kerak. Qizlardan nima ikkita bo'lishi kerak? Men o'zim tegishli aytaman. Necha? JJ Bak ikkita bo'lishi kerak. 99. 803. Kim bor desa? 803. Neda JJ bor? Kommentariyada yozinglar. Hozir bir kishi telefon qilib beramiz va u kishiga siz aytasiz. Bugun kuningiz bilan tabriklayman, kuningiz yaxshi o'tsin. Qarindoshlardan telefon qilyapman deb aytasiz. Siz tanimagan nomer, men ham taniyman. Onani deb boshlamadimi? Ko'ramizda. Посмотрим. Allo, assalomu alaykum.